bugun maktabimizni ham 4-sinfni ham asta-sekinlik bilan tugatyapmiz. A'lo baholarga o'qib, tartibli, bilimli bo'lib shu darajaga yetishdik. Bundan keyingi o'qishlaringizda omadlar tilayman. Yuqori sinflarga chiqqaningizda tartibli, bilimli bo'lib, o'zingizning bilimlaringizni barcha o'qituvchilarga ko'rsatib, tartibli bola bo'lib yashashingizni tilab qolaman. Keyingi o'qishlaringizda omadlar tilayman, zafarlar tilab qolaman. Har doim yuzingizda tabassum arimasin. Xushchaqchaqlik sizlarni hech qachon tark etmasligini tilayman. Barchangizni yaxshi ko'raman. Mening eng sevimli qaldirg'ochlarim bo'lib qolasiz. Mehmondoslik ekansiga munosib
niyat, arzu havas, o'yinlar ko'p. Har bir doim misol topiyaba, bitiruv kechamizga qanday marhabo. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli o'quvchilar. Assalomu alaykum mehribon ota-onalar, sevimli buva-buvijonlar. Mana bugun 4-sinf o'quvchilari boshlang'ich ta'limini tugatdilar. Bugun ular uchun katta bayram, katta tantana. Mustaqil yurt o'g'il-qizlari, yuzi qirmizi shirin so'zlari, aqlli rosa, dilimga tashna, kulib turar chiroz ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroq sho'x bulbul so'zingiz. Charaqlagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni kaysi yosh. Bayramni ochib berish uchun maktabimiz direktori Ro'za Masharipova Sultonovnaga beramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Mana bugun kechadan boshlab ana shu bugungi 4-sinf o'quvchilarimizni har birinchi o'qituvchim tadbirini nishonlab o'tkazib o'tiribmiz. Mana hurmatli ota-onalar, hammangiz shu farzandlaringizga e'tibor qaratib, ularni qanday o'qigan ekan, o'zini sahnada qanday hisob olar ekan degan narsalar bilan hammangiz hayajonlanib o'tiribsizlar deb bilaman. Shu farzandlaringizni mana yaqindagina maktab ostonasiga ilk qadamini qo'ygan edi. Ko'z ochib yumguncha 4 yildan o'tib ketdi. Bu juda bir tarix oldida qisqa davr bo'lgani bilan 4 yil degani ana shu 4 yil davomida birinchi o'qituvchisi tomonidan yozishni, o'qishni bilmagan, sinfxonasida o'tirishni bilmagan, bir hali ramkaga tushmagan bolalar bugungi kunda mana maktabda qanday o'zini tutish kerak, kattalar oldida o'zini qanday tutish kerak, qanday kiyinish kerak degan tarbiyadan tashqari ana shu savodini ham chiqarganligini bugun ko'rib turibsizlar. Ularni qo'liga kitob tutqazsanglar bemalol shatirlab beradi. Bugungi kunda sizlarga o'zbekcha bo'lsin, ruscha bo'lsin, qoraqalpoqcha bo'lsin, inglizcha bo'lsin, har 4 tilda bemalol o'qiy oladigan bo'ldilar ham, shundaymi? Matematik amallarni ham deyarli bajara olish qobiliyatiga, imkoniyatiga ega bo'ldilar va yozish degan, savodxonlik degan darajasini ham hozir bemalol xat yoza oladi, boshqa narsalarni o'zini fikrini ifodalay oladi. Hikoya yoz desang, hikoya yozib berish mumkin. O'qigan narsangni yozib ber desanglar, yozib bila olish. Demoqchimanki, qo'yilishi kerak bo'lgan, inson uchun qo'yilishi kerak bo'lgan fundamentning dastlabki fundamentlari qo'yildi. Bu katta ish bu. Bundan qaraganda juda katta ish. Ana shu olingan bilimni bir umr shu farzandlarimizni yillar davomida ularni kelajakdagi qanday inson bo'lishini belgilab beradigan bo'ladi. Bu narsa shu birinchi o'qituvchi uchun ham ancha murakkab jarayon. Katta sinflarda o'qishgandan ko'ra kichkina sinfni qilib shu darajaga yetkazish insondan juda katta sabr matonat talab etadi. Maktabimizda o'quvchisi ana shu ishni uddalay olib 4 yillik samarasini ko'zlar ko'rib turibmiz. Buning uchun maktab ma'muriyati nomidan, qolaversa sizlarning hammangizni nomimizdan mana shu birinchi ustozga, birinchi o'qituvchiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zlaringiz ham so'z berganda bildirasizlar bu narsani. Hammangizni farzandlaringiz mana bugun bir kamolat davrini farzandlaringizni, axloqlarimizni birinchi kamolatini ko'rib turibsizlar. Keyingi bitirgan vaqtlarda ham, oliygohlarni bitirgan vaqtlarda ham, to'ylarida ham o'zlaringizdan shunday xursand bo'lib hamisha yaxshi kunlarni shu farzandlaringizni ko'rib yurish hammangizga nasib etsin. Bugungi xayr birinchi o'qituvchim tadbirimizni ochiqlab beraman.
Vatan har bir insonning tug'ilgan diyoridir. Kunliq qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Bizlar uchun qarz va farz, hammasinga fido bo'lsin jon tanam. O'zbekiston mening vatanim. Endi navbat o'quvchilarimizga. Dilga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyo uzra yurtga dog'lik soladi. Tamg'a ko'targan bola, tamg'amizda buyuklik aks etgandir bilingiz. Humo o'xshi yetaklar, maqsad sari bilingiz. Dunyolarga alishmasam tuprog'ingni, so'ndirmagan bobolarim yaprog'ingni, islom bobom qilpiratgan bayrog'ingni, dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Dunyo senga havas bilan qarashgandir, o'zbek nomi senga rosa yarashgandir, bayrog'ingni ko'rib ko'zlab qamashgandir, dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Inson qadri ulug' deya yurtboshimiz, duo qiling xalqim uchun dindoshimiz. Omon bo'lsin ey azizlar, bu boshimiz, dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Bog'laringda sarxil meva durdek tizib qo'yilgan, dala-dashtda rasbaraka xirmon qilib uyilgan, silol suvli anhorlaring shildiratib qo'yilgan, haq nazari tushgan zamin jannatsan O'zbekiston. Jannatsan O'zbekiston. Quyosh qilib manglayingda har kun kulib o'tadi, rayhonlarning xushbo'y hidi oyga yetadi, yulduzlar sir aytish uchun ulug' beging kutadi, iftixoru g'urur to'la sarhadsan O'zbekiston. Sarhadsan O'zbekiston. Qadrda ko'p arzu armon, yashagan deb alvon, ter to'kamiz marjon, mehribonim O'zbekiston. Mehribonim O'zbekiston. Taratib olamga shoning, xirmonlarda tossa doning, nurdek kulsa shirmon noning, onajonim O'zbekiston. Onajonim O'zbekiston. Umidimiz bizga ishon, ilmu fanda topib imkon, o'sib yuzlab ochgan miskon, jonajonim O'zbekiston. Jonajonim O'zbekiston. Mardon qadam tashlagansan, jahon aro yashagansan, xalqni baxtga boshlagansan, baxt makanim O'zbekiston. Baxt makanim O'zbekiston. Xalqi uchun istiqlol, ozodligi erkagan, yurtning farzandlarini o'z bolasiday sevgan, buyuk turon ishqida doim manib yashagan, vatanparvar bo'lishni yurtboshimizdan o'rgan. O'zbekiston go'zal yurtim bo'lsin amal osmonim, quyosh tepangda tursin tinchlik bo'lsin zamonim, osmon safo yurt, yerda suv zolim, o'zbekim qo'ling yetsin butun jahonga doim. Seni onam dunyo bebahoyam, tarifing topmadim o'ylan qolib, yozib qo'ydim million so'zlarni, tarifing kelgan topmadim to'dim, mana eng so'ngida men iqrob oldim, tarifing topmadim tan onamandan, hech kimga bildirmay mulli yig'ladim sening tarifing shu yolg'iz vatan. Senga xudo bo'lsin jon tanim, O'zbekiston mening vatanim, jonim istiqlol vatanligim bilaman, otam mehrim qaynoq tafti vatanligim bilaman. O'z davrida ulug'lagan beshik menga vatandir, shu yurtning ostonasi beshik menga vatandir. Vatan bu tug'ilgan mekonim, vatan bu sezib bizga dahordor zamin, vatan bu muqaddas beshigim, vatan bu ostonayim eshigim, vatan bu onamning tili bedi aytgan allasi, vatan bu vatanimda turgan duosi, vatan bu har insonning tug'ilgan diyoridir. Sengarsak parvozimiz, tong taratgan ovozimiz, siz tufayli xalqlar osmon, dil guliston bo'ldi.
o'qish, yozishni, hisob-kitobni mukammal odob bilan o'rganishimizda quyidagi ustozlarimizning o'rni beqiyosdir. Endi navbat ustozlar haqida she'rlarga. Ushbu ustozlarga doim qo'limiz ko'ksimizda ta'zim qilamiz. Siz murabbiy inson uchun, har bir ilmu urfon uchun rahnamasiz, bizlar uchun qalbi daryo ma'lumlar. Tabiatdan saboq bergan o'qituvchimizga rahmat, sizga jonajon ustoz. Tabiatni sevdingiz, unga mehr ko'rdingiz, angladingiz olam sirlarini, tog'lar, adirlar, daryo qirlarini. Ingliz tili va rus tili o'qituvchimizga o'rgatdingiz siz qardoshlar tilini, mana chiqdi ancha savoddir. Unutmaymiz zahmatlaringiz, bizning tilchi ustoz muallim. Musiqa ustozimga musiqa she'rlar bahra olishni, o'rgatdingiz to'g'ri ijro qilishni, bu kunlarni qarshimizda qilamiz ta'zim, qalblar inom sochsin aziz muallim. Ilmiy bo'lim mudiriga to'rtinchilar eplay aytardingiz, ishonchingiz oqlab biz 11 yilgacha umr tilab sizga ustoz 1000 yilgacha. Shodiya bosharga to'la barcha qilib, bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug'vor qadamni qutuq, zaboni shirin u qadamni qutuq. Onadek mehribon, otadek ulug' biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Ishlari ishlasin yorug' olam deb, vatanim urug'im yurak nolam deb, barchani birdayin suygan bolam deb biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Salom ustoz, salom muallim, bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqbol olib, ko'rsatinga ketmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimda alif beni tutgan qo'limga? Siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimga? Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat qilaman. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo, so'zingiz gavhar a'lo, sizga ming taqsim ta'zim aziz inson ma'lum. Ilm sirin o'rgatgan tinmay, charchoqmaligin sezmay, xizmatlaringiz aslo unutmay, sizlarni ardoqlayman ustozlarim, endi navbat qizlar jurasdan raqsga.
navbat sahna ko'rinishiga. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma darsga yaxshi keldimi? Bugun sinfdagi kim navbatchi? Men ustoz. Gulnora Kino, Azat Sanjar yo'q ustoz. Yanami har kuni darsga kech qolib keladi. O'tir. Assalomu ustoz. Va alaykum assalom. Salomni to'g'rilab ber. Nimaga darsga kech qolding? Kecha tug'ilgan kunim bo'lganda uxlab qolgan edim. O'tir. Gulnora, daftarlarni yig'ishtir. Mening daftarim uyda qolib ketibdi. Ustoz, Azat Sanjar daftarini bermadi. Azat, tur o'rningdan. Nimaga daftaringni qoldirib kelding? Ustoz, kecha tug'ilgan kunim bo'lganini bajarmadim-da. Xo'p, buni ota-onang bilan gaplashamiz. O'tir. Tuproqda doimiy yashovchi jonzotlar qaysilar? Gulnora, javob ber. Yo'q ustoz, Azat Sanjarda telefon bor ekan. Azat, tur o'rningdan. Nimaga darsga telefon olib kelding? Bu telefonni kecha dadam tug'ilgan kunimga sovg'a qilgan edi, shuning uchun olib kelgan edim. Buni beryapman. O'tir joyingga. Buni ota-onang bilan olib ketasan. Oradan vaqt o'tdi. Qani o'qituvchingiz meni farzandimni urgan. Avval tinchlanib oling, mana bu yerga o'tiring. Kim haqida gapiryapsiz? Kim u? Men 4-B sinfda Azat Sanjarbekning onasiman. Ustoz Qamariddinova bor-ku, o'sha uribdi. Chaqirtiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Qamariddinova. Nima gap bo'ldi? Bu Azat Sanjar har kuni darsga kech qolib, o'qish ham o'qimaydi. Telefon ishlab o'tiradi. Ha, sening ne haqqing bor meni farzandimni urishga? Ko'z qarachig'imda asragan bolamni hali dadasi ham qo'lini tekkizmagan. O'qish o'qimasligi bu bizning muammomiz. Sen aralashma. Shu gaplar rostmi? Yo'q, hammasi yolg'on. Men har kuni darsga tayyorlanib kelaman. Mana asos. Voy, bu meni farzandimning telefoni emas-ku axir. Oyi, dadam sovg'asi-ku. Hey, sen jim tur. Hurmatli direktor, men sizdan shuni talab qilamanki, bu ishingizni ishdan bo'shatasiz. Bo'lmasa, men tegishli joylarga murojaat qilaman. Xo'p, men ketsam ketaveraman. Men ketgandan so'ng hech nima o'zgarmaydi. Bir kun kelib meni ham tushunasiz. Endi ko'nglingiz to'ldimi? Ha, ko'nglim to'ldi. Men juda ham xursandman. Oradan yillar o'tdi. Alo, o'rtoq. Alo? Men Rossiyaga keldim. Men eshitishimcha sen katta tadbirkor bo'lib ketibsan. Xo'sh, Menga yordam bermaysanmi? Men adashib yuribman. sening yoningda qanday binolar bor? Men hozir katta binolarning tagida turibman. Ha, o'zi katta binolar ko'p. Qanday yozuvlar bor? Yozuvlar desammi? O'rtoq, yozuvlarga tushunmay turibman. Alo, o'rtoq. Endi o'g'limni ahvoli nima ahvol kechadi? O'sha paytda o'qituvchisini o'qitmasam, ishdan bo'shatmasam bo'larkan. O'g'limni o'qisam bo'larkan. Onamga teng mehringiz, e'zozlanar nomingiz. Shogirdlar kuylagay madhingiz, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Endi navbat qizlar chirosta raqsga.
Endi navbat qizlar ijrosida raqsga. Ey jonim man, janonim man, ey jonim man, janonim man, ey dilbari ranoyim man, ey dilbari ranoyim man, lali labi halvoyim man, lali labi halvoyim man, azman charo ranjidayek, azman charo ranjidayek, 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 azman charo ranjidayek, azman charo ranjidayek, yakshab turan mehmon kunam, az joni dil qurban kunam, joyi tu dar chashmon kunam, joyi tu dar chashmon kunam, azman charo ranjidayek, azman charo ranjidayek, 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 azman charo ranjidayek, azman charo ranjidayek. Dilber yegane man, şirin zabane man, ya marabu ver bahane, ya biya bahane man. Dilber yegane man, şirin zabane man, ya marabu ver bahane, ya biya bahane man. Zulfü siyah balakın, dilber yegane man, gerçte bana nigah kun, afet zamane man. Derdi dilemde bakun, dilber yegane man, biya biya nazuk beden, şirin zabane man. Dilber yegane man, şirin zabane man, ya bana bu ver bahane, ya biya bahane man. Ey doktor şabam, dilber yegane man, aşık kizaret şabam, şirin zabane man. Baktaki şoy merese, dilber yegane man, makyola daret şabam, afet zabane man. Dilber yegane man, şirin zabane man, ya mara bu ver bahane, ya biya bahane man. Hey, man der acabu acaba, man der acaba siyare, man der acabu acaba, man der acaba siyare. Ben husn-i cemali tuşdan divane yare, man der acabu acaba, man der acaba siyare. Şayet ki tu nasibi man der danet yare, man der acabu acaba, man der acaba siyare. İnsaf-ı kıram belakirim eşimden yare, man der acabu acaba, man der acaba siyare. Yemalışıdan halkı şafam meydanet yare, man der acabu acaba, man der acaba siyare. Biyoyak, biyoyak, biyoyak dana yara, biyodu, biyodu, biyodu dile yara, biyose, biyose, biyose bu anara, biyoçal, biyoçal, hey çara ne dara. Hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, ona kama dot gelme, hay hay Allah ye, hadi kama dot gelme, hay hay Allah ye, şuna mihmana gidiyoruz, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye, hay hay Allah ye. Ota jonim baxtimdir, ona jonim baxtimdir, chiroyligan chiroyli shu makonno baxtidir. Endi navbat ona haqida she'r. U tunlar uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka Madinam mening.
Siz onalar faqat oila ustuni emassiz. Siz butun jamiyatning yuragisiz. Sizni qadrlash uchun alohida kun emas, har bir kun siz uchun atalsin. Yoshingizni vaqt emas, sof, bergan kim, shirin tilni kim bergan, yo'limizda tikanlarni ko'kragida kim tergan. Qanday yaxshi ekan bolalik, yodga olsam bosar hayajon, men sog'inib yodga olsam ham yoshlik qaytmas ekan onajon. Esa olsam quchog'imni, qo'lga olsam ko'rcha nonimni, berar edim hatta jonimni. Yoshlik qaytmas ekan onajon, xavf xatardan yiroq yurardim. Anqorlarni to'lib tashlardim, maktabimga yelib shoshardim. Yoshlik qaytmas ekan onajon, daraxtlarga chiqib yurardim, do'stlar bilan o'ynab qolardim. Quyosh bossa uyga kirardim. Yoshlik qaytmas ekan onajon. Ona bu so'zning o'zi yo'q, yurakni titradi. Ona bizning ilk nafasimiz, ilk quvonchimiz, ilk mehrimiz. Onajonsiz biz uchun bir umrga yetadigan mehr daryosiz. Yaxshi ko'rishni, kechirishni, sabr qilishni siz bizga o'rgatdingiz. Onajon, siz biz uchun yerda yurgan farishtasiz. Sizning har bir so'zingiz yurakka taskin. Sizning har bir nazaringiz yurakka orom. Tilagim shuki, siz uchun har necha yulduzlar bilan bezasin. Yulduzlar esa siz tilagan niyatlarni bajarib tursin. Umringiz fayzli, yuragingiz xotirjam, bag'ringiz doim to'lsin. Mehr bilan, faxr bilan, duolar bilan. Chizsaydim hayotning qalami bilan, oftobga o'xshagan suratingizni, shogirdning sho'xdada olami bilan ta'riflay olsaydim qudratingizni, endi navbat o'g'il bolalar ijrosida raqs. Sizning sha'ningizga to'xtamam bayt. Ne odam bo'lardim qo'limda kitob, biror harf tanimay tursaydim loq. Siz-ku alifbodan qomusgacha to, barisini tanatgan
ustoz, ilk bor siz ko'rsatgan Daraxshon Zuhra bu kun she'rim ichra tashbihdir mumtoz. Endi navbat ustozlar haqida she'rlarga. Ustoz dilar bahorim, buloqday beg'u borib, ishongan suyanch tog'im, omon bo'ling ustozim. Aqlimizga nur ziyo, mehribon padar voya, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Birinchi ustozimga ilk bora partaga sekin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutqazib, menga harf tanitgan qalbi jahonni, unutmayman aslo sizday insonni. Ustoz sizni eslab aytgim keladi, bergan savobingiz yoygim keladi, qo'limdan ushlabsiz harf tanitgan shovqinli davraga qaytgim keladi. Qancha shohlik qilsak ham urushmadingiz, faqat rivoyat hikmatlar aytib bizlarni ertakka qiziqtirdingiz. Qaysar jahonda yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim, Oddiy muallimda oddiy muallim, yo'qdan bilimlilar binolar qilgan, nashrda mashhuri dunyolar qilgan, uloq so'z o'rgatgan kim? Oddiy muallimda oddiy muallim, oddiy muallimda oddiy muallim. Behuda kimlarni qilgan mehmonlar, siz uchun yarasin baroqatlar. O'quvchimiz g'oyasizga farzandlar, jon xudo aylagan birinchi ustoz, bizni yetaklanib kamolat sari bilim berganda ketmadinlari, allar bularni haqiqatlari, bundan chashmash birinchi ustoz. Qayrashamiz bugun siz bilan, sizlar uchun quvonchli bo'ladi. Haqiqatda oshib borroz, o'qitmas endi ustoz. bahorlar qaytadi, yoshlik qaytmaydi, o'tgan bolaligim yoddan chiqmaydi, beg'ubor damlarim kutib turishaydi, a'lo baholarga o'qirdim ustoz. Shodlikdan ko'nglim sanab uloqtir, siz bergan ta'limning ardog'i yo'qdir. Siz kabi muallimning fidosi yo'qdir, vatanimning dono muallimlar. Ustozimiz yaratgan bog'idir bizlar, vatan suyanchig'i tog'idir bizlar. Mehringizda ochmish hayot ko'zini madh etmoqqa shaydir. Bugun ovozim sizga o'xshataman quyosh yuzini, oddiy muallimim
Endi navbat sahna ko'rinishiga. Tasavvur qilamiz 30 yil oldingi sinfdoshlar uchrashib qolsa nima bo'ladi? Marhamat, tomosha qiling. Hey, qalaysan, bormisan, tuzurmisan? Doktor bo'lib ketdingmi-san? Ha, doktor bo'lib ketdim. Mol doktormi? Ha, to'g'ri qo'yayman. Hazillashdim. O'zing nima ish qilyapsan? Qatlar ishlayapsan? Men magistratura, doktorantura, bakalavriat, balovatda hammasini bitirdim. Hozir nima ish qilyapsan? Hozir oliy ma'lumotli taksistman. Qani, hujjatlarni ko'rmaylik-chi. Voy, mana bu mendan maktabda ko'chirib urardi. Endi mendan hujjat so'raydigan bo'lgan. Ko'rdingmi, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. O'sha paytlar bu meni bitingga olmasdi. Men seni hozir ham bitingga olmayman. Hazil. Yo, seriyozmi aytmayman. O'manga qarab, oxir paytda nimaga ko'rmay qolding? Archaning oldi edi. Yomg'irdan yashirinib oldingmi? Yo'q, xizmatchilik. Birovni ber. Ichiga nazar berasan, jinimsan? O'rgan. Assalomu alaykum, sinfdoshlar. Tergan kupasi yoz bergan. Oqibatga tupurib qo'ygan oshlar bormisizlar? Bu qalaysan? Qanday ketdi? Yo'q. Yelkamni turib qo'ying. Nimaga unaqa qilsalar, insofing, oqibating tanimay ketgansanlar. Ey o'rtoq, bularda oqibat nima qilsin? Sen kimsan? Sen surma o'tiring. Sen surma o'tiring. O'zi doktorlarimiz ishim tushmasini bekorga aytishmagan. Bolalar, tanidinglarmi? Yo'q. Men orqa partada muzikani baland qiladigan bolaman-ku. Yo'q. Men bo'lachi? Yo'q. Men buchi? Ha, taniyapsiz kimsan? To'qqiz bo'lma bu. Yo'q, bochiq. Hazillashib. Qalaysan? Boshqasiz. Kanalizatsiyadanmi? Yo'qsan. Men beko maktabda rosa bir-biri bilan talashadi. Sen yo'l qurib tashasan, sen kanalizatsiyada ishlaysan. Sen yo'l qurgandan keyin sen qasd ketmagan xalq aziyat chekyapti. Iltimos, kelishmishlaring. Juda maktabda uyatchan bo'ladi, umuman qo'yamasdi. Hamma keldimi? Yo'q, bitta tuman hokimi bo'lib ketgan ziqdoshimiz kelmadi. Kech qolyaptimi? Hokimlar kech qolmaydi, faqat ishlab qoladi. Alo, svet, beringlar svetni. Ana xalqqa svet bermoqchi. Ikkitajning abonning sveti boshi cho'p qolsa bo'lmaydi, to'g'rilayman svetni. Gaz, beringlar gaz. Gaz bermoqchiman. Aytganni qilmagan ishni pulni beradi, gazini beringlar. Men qara, gipermarket bozor bor. Ana shunda ikkita katta do'konga soqqan bossam, diplom bor, ish kerak, ish. Bizlarga ishlar ancha kerak, kamlik qilyapti. Kerakmasam qilinglar, tanishchilik kerakmas. Kerakmas. Saqlaqmaydi. Qiz kerakligini nomer yozib qo'yinglar. Stop. Vallahi sizlardanmi? Ustozga ham shunaqa kaltakladimi? Vallahi sizlardanmi? Maktab paytlarida ustozning qiziqarli gap aytishni yaxshi ko'rardi. Shunga har bitta gapiga kutdimlar. Iltimos, ustoz xursand bo'ladi. Bir kun. Ikkinchi kun.
Uchinchi kun. 3 kun foydasi bor degan ishlaysanlar. Ustoz, yoshligimizda bizning alga bir ustoz bor edi, o'sha qayerda? Men qayerdan bilaman? Sadarlarki. Ana bizning o'quvchimiz bor-ku, darsga bir kun birgalikda o'sha qani? Hozir bajarida ishlaydi. Ana uchun darsga nuqul kech keladigan o'quvchimiz qani? Hozir deputat bo'lib ketgan. Ana uchun bir ko'radigan o'quvchimiz qani? Hozir odam tanimaydigan bo'lib ketgan. Qayerda? Komada yotdi, hech kim tanimasdi. Bolalar kelinglar, bitta o'yin o'ynaymiz. Bolalar esinglarmi? Mana bu yerga 30 yil oldin men bilan o'ynayotgan chempionsi degan bu nimaligini bilasizlarmi? Bu ta'lim tizimidagi paxta 30 yildan beri adashmayotgan ekan. 1, 2, 3. Men o'tirmadim-ku. Qanday bo'ladi o'tirmaslik? Endi Sen ham bir marta o'tirmay ko'r. Bolalar yuringlar, bekamacha o'ynaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mana shu joyda biz endi ota-onalarimiz ham farzandlarimizdek ilmga tashlab, chaqqonliklarini bir sinab ko'rish uchun ota-onalarimizdan biz shartlar qo'yganmiz. Yuragida o'ti bor ota-onalarimiz bormi? Qiyin shart emas. Qiyin farzandlarini yaxshi ko'rsa, sevsa, ularni e'zozlayman deydigan 6 ta ota-onamiz marhamat saqlamizga taklif qilamiz. Yoshlarimiz kela qoling mayli. Yosh ota-onalarimiz. Gülüyor bakayım. Yürü hadi sana. Ben seni başlayayım. Kızı bakayım. Şapman şapası sıfır. Gel hadi. Ufak oynayan halatta yorup koymanızı gerek. Hammamizda bo'ldimi? Nasumaga ana buni Şartı belgelengan mı yani? Yok, başlıyoruz. Hadi, hanım sizden oho belgeler ha? Anne farklarım. Belgeler, diğer başlarım. Qanday siri bor? Birinchi marta ishlashim sizlar ham İğnenin kalınlar yapacağız. Kalınlar gelin. Soru geldi bu video. Bir birinci işleşim. Özünden sadır bak. Birinci işleşim. İşleşim biraz iyi kalmakta devam. Rahmat. Barchangizga. Endi navbat Simoni qo'shig'i. Vaqtimizni qisqa bo'lganligi uchun uni o'tirmoqda yozdirdik. Biz bu yerda yozdirmoqchi edik. Qani, o'zlarining tilaklarini o'qituvchilariga berishmoqchi.
Ro'za o'qiysiz endi. Sizga oddiy rahmat chorlik qiladi. Chunki siz bergan ilm osmon kabi cheksiz. Siz ochgan ko'zlar nur kabi beg'araz. Siz tarbiyalagan qalblar tog'dek sohib. Sizga bo'lgan hurmat yulduzlar kabi salomsizdir. Следующий. Sizgacha tilak emas. Borki vaqtda to'xtatadigan baraka tilayman. Ismingizdan bahra olgan har bir shogird sizga bir umr duo bo'lsin. Tilak emas, duo etaman. Alloh sizni duolar bilan urasin. Shogirdlaringiz sizni har doim faxr bilan eslasin. Katta rahmat. Ustoz, siz men uchun eng yaxshi ustozsiz. Sizdan tabassum arimasin. Doim kulib yuring. Men sizni yaxshi ko'raman. Yana sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar hurmatli ustoz, siz faqat dars bermadingiz, siz bizga yo'l ko'rsatdingiz. Har bir o'rgatgan harfingiz bizga hamon bo'ldi. Har bir o'rgatgan so'zingiz bizga yozdi. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Sochim taragan surati oy qaydayo, seni ko'rib qolganim jillar soy qaydayo, soyda sochim taragan surati oy qaydayo. Maydayo, maydayo, sirg'al qiz qaydayo, daro topil bo'laman o'zga bo'yi maydayo. Qaydayo, qaydayo, sirg'al qiz qaydayo, daro topil bo'laman o'zga bo'yi maydayo.
ko'rmasin. Shogirdlaringiz har doim siz bilan faxrlansin. Ustoz, siz bizlarga 4 yil davomida ta'lim tarbiya berdingiz. Biz sizlar uchun sizdan xursandmiz. Ustoz, siz bizga 4 yil davomida bilim berdingiz. Biz bundan xursandmiz. Har doim oldimizda kulib o'ynab yuring. Bolalarimizni yonida so'ying. Ustoz, siz men uchun dunyodagi eng yaxshi ustozsiz. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Bizning baxtimizga sog' bo'ling, yo'llarsiz baxtni. Rahmat, mening eng sevimli o'quvchilarimsiz. Ustoz, siz bizni 4 yil davomida o'qitdingiz. Ta'lim tarbiya berdingiz, dunyo turgancha turing. Rahmat, sizlar ham sog' bo'ling. Ustoz, sizga 4 qator she'rim bor edi. Buqorlar kirasiz sinfga asla, ko'rganda sevinchdan yayraydi dilim, qalbingiz o'xshaydi cheksiz ummonga, havasim keladi sizga ustozim. Rahmat. Ustoz yaxshilar
uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'quvchilarimiz bilan birgalikda. Hammangizga rahmat. Bayramimiz yoqtirganini yutamiz. Endi o'quvchilarimiz mana 4-sinfni bitkazib, yuqori sinflarga qadam qo'ymoqda. O'quvchilarimizga o'qishlariga omad tilayman. Barchangizga keyingi o'qishlarida baringizga oq yo'l tilayman. Har doim yuzingizdan tabassum arimasin. Doim baxtli, quvonchli bo'lib yurishingizga tilakdosh bo'lib qolaman. Sizlarni yaxshi ko'rib qolaman. Barchangizni juda yaxshi ko'raman. Endi shu ota-onalarimizning farzandlari uchun tilaklarini eshitib qolamiz. Yoshlik ota-onalarimizdan Lobaning bujon ekan. Rasulning bujonsiz ham daramizga tashrif buyurgan ekan. Marhamat, so'z navbatini Rasulning bujonsiga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, ota-onalar. Mana bugun Allohimizning shunday yaxshi kuni bayramini ko'rib, Xudoyim quvondi. Mana ustozlar Gulshod, rahmat qizim. Xudoyim umrlaring uzoq bo'lsin. Bolalarning oldida sog' yur. Hamma o'sha sog' yurib, shunday o'quvchilarning ko'plarini o'qitib, shunday rahmatlarni eshitib yuraversan qizim. Rahmat shunday tadbirlaringizga, shu o'quvchilarni uzoq umr tilayman, ishlarini xayr muvaffaqiyat tilayman. Hammalari bir oliy ma'lumotli qayerda o'qidingiz, shu birinchi maktabda chiqqan o'quvchilar degan bir otni eshitganmiz Xudoyim. Hammalaringizga maktabgalikda rahmat. İşlerimizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat qizim. Bu bayramimizni tashkil qilish uchun aslida ota-onalarimizning xizmati ham juda ham katta. Shuning uchun ham sizlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlar bo'lmaganingizda biz bunday o'ringa kelib olmasdik. Qarang, qanday ajoyib kiyimlarni kiyishgan, quvonchli bir-biridan chiroyli bo'lib turishdi. Bunda sizlarning hislaringiz juda ham katta. Yana bir marta rahmat aytaman. So'z navbatini tezlik qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, hurmatli ota-onalar. Shundan bugun shu farzandlarimizni quttirib ketyapsan, oliy ma'lumotli bo'lay. Rahmat qilishar sizga. Shu hammasini shunday tarbiya bergan. Men o'zim taniyman. Rahmat. Xudoyim ma'lumotlar oyoq ishlarimizga qulunib rivojlantirsin. Xudoyim hamma o'quvchilarning hammasi oliy ma'lumotli bo'lgan. Rahmat. Shunday bayramlarni yaxshi tashkillashtirib, bir bayram emas, hamma bayramni yaxshi tashkillashtirib, hamma vaqtni quvontirib, shunday kelgansan, shuning uchun yana bir farzandingiz sanab berib o'qishga bundan bir rahmat sana. Hamma vaqt kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Ota-onaning otasiga ko'p yaxshilik qilamiz. Sizlarga rahmat va aslarimizni o'qitganimizni yaxshilarni bildirib. Endi bayramimizni yakunilash uchun o'zim alaykumga so'zlar beramiz. Assalomu alaykum. Ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilar. Men bo'lsa o'shatdim. Men bir quvonchli kuni sebebi yana bir klassda chiqardim. Bu o'shatdim 20
шығарылған класы. Содан мәлім болды класы супер жақсы дайындаған. Бәріміз сол бірінші сыныпқа келген кезде ешқандай жазудасыз болды білмесеңіз. Міне сіздердің үйренгендеріңіз жазуға, оқуға, білім алуға, мәдениетіңіз, өнеріңіз барлығын осы оқытушыңызбенен бірге ата-аналарға көрсетіңіздер. Демек, осыдан мәлім болып тұрыпты, сіздерге қандай тәрбие бергені, өнерді үйреткендері барлығы белгілі болып тұр. Гүлшат саған да жұмыстарына табыстар тілеймін. Осындай оқушыларды көбі шығару саған насып етсін. Осы тек Гүлшаттың мерекесі емес, ата-аналардың да мерекесі. Осындай болып шығуына ата-аналардың көп қызметі бар. Ата-аналар қаншалықты оқытушымен жақын болып, бірге істесіп, соған қарасып, осындай етіп шығарғаны ата-аналардың да көмегі күшті болады. Бір тек қана Гүлшаттың қолынан келмейді. Сол үшін де осындай формада шығарғандары, болып шығаруларына көмек бергендеріңіз үшін де ата-аналарға да рахмет. Қаншалықты сіздер оқытушының қызметін етесіздер, оқытушылар да ата-аналармен бірге жұмыс істейді. Бәрібір ата-аналардың рөлі күшті бұл жерде. Оқытушы бір өзі ешнәрсе істей алмайды. Соның үшін әдемі болып шығуына ата-аналардың көп күші керек. Рахмет барлығыңызға да, Гүлшатқа да саған да рахмет. Сол кейінгі оқуларыңызға табыстар тілеймін. Mana bu chiroyli tadbirga guvoh bo'ldik haqiqatdan ham. Hozir ayla ta'kidlab o'tganday, ana shu har bir tadbirdan masalan ota-onalar zavq olish uchun kelasizlar, to'g'rimi? Bolamizni chiroyli ko'rinishlarini ko'rish uchun, she'rini tinglash uchun, qo'shig'ini tinglash uchun kelasizlar va albatta sahna go'zallikni talab etadi. Sahnada go'zal bo'lib ko'ringan holatlar sana zavq beradi. Go'zal bo'lmasa, u ming sahnaga chiqsa ham yaxshi zavq bera olmasligi mumkin insonga. Ana shunday uchrashuvlar 10 yilda, 20 yilda, 30 yilda bo'lgan vaqtda nega qo'yib, televizorlarga qo'yib, rasmlarni ko'rib, o'zlari mana meni kichkina vaqtda, mana xayr birinchi o'qituvchimizlar tadbirimiz deb yanada shu davrlar o'tgandan keyin ham u insonga zavq beradigan, xursand qiladigan narsalar. Shuning uchun inson umuman yashashdan maqsadi mazza qilib yashashku, bu dunyoda hazil yashash, to'g'rimi? Quvonib yashash, xursand bo'lib yashash, to'g'ri? Quvonchsiz narsalar ham sodir bo'lishi mumkin, lekin ana shu quvonchli kunlarni hamisha eslanadigan narsa. Shuning uchun aytmoqchimanki, ana shu bugungi tadbirimizdan kelib chiqib, o'zbirchilikda, bir yoqdan bosh chiqarishda, hamkorlikda, ota-onalar bilan o'qituvchini hamkorlikda ishlashida gap juda ko'p, natija juda ko'p. Shuning uchun hamisha hamkorlikni so'rab qolaman sizlardan. Endi ular 4-sinfni bitirib 5-sinfga qadam qo'ydilar. Xudo xolasa 2 kundan keyin o'qishlari tugaydi. 5-sinfda bilasiz, bu tartib, shunday qonun, qoida, shunday turli o'qituvchilar kirib, sal bolalarni tartibsiz bo'lib ketadi deyishdan yiroqman. Birgina odam boshqarib turgan boshqa narsa, ko'p bo'lib boshqarib turgan holat boshqa narsa. Shu muhitga tushishiga ko'maklashishingiz kerak sizlar. 5-sinfda, 6-sinfda bolani chiroyli qilib ushlab olsa, ota-ona bilan birgalikda, undan u yog'ida orqa bo'ladigan kuratorni ham moslashib ketib, bir odamdan ikkinchi odamga moslashib qiyin. Moslashib ketgandan keyin u yog'i g'ildirakdek yurib ketaveradi o'zi. Shu davrda bolalarimizni ko'proq e'tibor berishingiz,
darslarni o'qiyotgan, darslarga o'tirganlarni kuzatishingiz va birinchi sinfdan 4-sinfgacha qanday kontrolda o'xshasanglar bolangizni, undan keyin ham shunday kontrolda ishlashlaringiz bu faqat sizlarga foyda beradi xolos. Shuning uchun mana Gulshod ko'rdinglar, qizlarimiz, o'quvchilarimiz ko'zlariga yosh olatirlar, o'qituvcham. Bu bir mehrni bir ko'rinishi, to'g'rimi? Hech kimni majburlab yilata olmaydi. U ana shu garchi bolalarimiz maktabdan ketib o'tirgani yo'q, maktabda qolyotir. Lekin shunday bo'lsa ham mana shu birinchi o'qituvchisi bilan endi birinchi o'qituvchisi ularni o'qitmasligini his etib, baribir boshqacha holatga tushyaptilar. Ham quvonchli holat, katta sinfga o'tyapman deb, ham ana shu birinchi o'qituvchisidan voz kechish qanchalar qiyin ekanligini mana bolalarimiz ko'rsatyapti. Ana shunday mehr, muhabbat hech qachon hech birimizni tark etmasin. Gulshod bular bilan xayrlashyapti va oldinda 3 oydan keyin kuch-quvvatga to'lib yana bir davonni boshlash majburiyati turibdi yelkasida. Mana shu yerda bir razil aytib ketdi. Ikkinchi farzandimizni ham yana Gulshodga beryapmiz deganday, yana shu 30-35 balani yana birinchi sinfdan qo'lidan kuchga o'xshatib, noldan boshlaydigan davr kutyapti Gulshodni. Ana shu davrga ham tayyor bo'lishini va ana shunday 4-sinflarni bir necha o'nlagan 4-sinflarni bitkazib, yaxshi yoshlarga yetib, katta yoshlarga yetgan vaqtida ham shu maktabda ishlab, qadrli, qimmatli o'qituvchi bo'lib yashaydi. Hammangizga ana shu tadbirda faol ishtirok etganingiz uchun, tartib bilan ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Keyingi tadbirlarimizda ham, bolalarimizni boshqa tadbirlarda ham, keyingi sinflardagi tadbirlarda ham hamma sog'-salomat bo'lib, ana shunday xursandchilikda ishtirok etavish nasib etsin. Hammangizga katta rahmat beraman. Yana bitta o'qituvchilarimizga rahmat aytmoqchiman. Menga yaqindan yordam bergan barcha o'qituvchilar jamoasiga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Meni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Rasmga tushirlash Yana Rajab Saidbek. Sabir va Sevara. Abdurahmon, Saidahmed va Abdurahmon. Tashkilotchi. Murod va Jasmina. Ibrahim va Abdullah. Ibadullah va Zulola. Zarfon Ibrohim.
She'r Shohrux.